Turk dunyosi akademik harakatliligi dasturi doirasida biz Renessans ta'lim universitetidan Balıkesir universitetiga keldik. Balıkesir universitetida bizni mehmondo'stligi va sevgisi ila ular qabul qildi. Balıkesir universitetining bu e'tiboridan biz juda xursand bo'ldik. Balıkesir universiteti bugun Turkiyada e'tibori juda yuksak ekanligidan biz juda ham xursand bo'ldik. Balıkesir universitetining ikki fakulteti Turkiyada Turkiya milliy reytingida 2-o'rinni egallaganligi bizni juda quvontirdi. Biz bu universitet bilan hamkorlik qilishni kelajakda juda katta rejalarni maqsad qilib oldik va Balıkesir universitetiga buning uchun minnatdorchilik bildiramiz. Undan tashqari bizning malaka oshirish kursimizda fakultet dekanlari va kafedra mudirlari tashrif buyurdi va bularda mos fakultet dekanlari va kafedra mudirlari bizni kutib olishdi. Ular bilan birgalikda 25 dan ortiq maqola, 10 dan ortiq kitoblar tayyorladik. Bu harakatlilik dasturini biz kelajakda yuqori sur'atda davom ettirishni niyat qildik. Balıkesir universitetiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Biz Balıkesir Universiteti va Renessans ta'lim universiteti hamkorligi tufayli Balıkesir Universitetiga tashrif buyurdik, tajriba almashish tufayli. Buning uchun ikkala universitet rektorlari hamda tashkilotchi ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men bu tajriba almashish jarayonida turk tili va adabiyoti yo'nalishida bo'ldim va talabalar bilan fikr almashdim. Bu yerda menga juda yoqqani o'zbek tili darslari turk tili yo'nalishida o'tilayotganligidan juda xursandman. Biz buni kelajakda o'zimizda ham Renessans ta'lim universitetida o'zbek tili adabiyoti yo'nalishi talabalariga turk tili darslarini o'tishni rejalashtirdik hamda universitetimizda albatta turk tili va adabiyoti yo'nalishini alohida ochishga kelishib oldik. Buning uchun biz juda xursandmiz. Balıkesir universitetida hududda ikkinchi bir ajoyib jihati bironta boshqa tashkilot mavjud emasligi bizni mamnun etdi. Uchinchidan, Balıkesir universitetida talabalarning har tomonlama bilim olishlari uchun barcha shart-sharoitlar universitet rahbariyati tomonidan, davlat tomonidan yaratilganligini ko'rish mumkin.